To'rtko'l tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 26-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining chet tili o'qituvchisi, faxriy ustozimiz Ashirmatov To'ravoy Do'smatovichning 80 yoshli yubileyiga bag'ishlangan video rolik. Ashirmatov To'ravoy Do'smatovich 1946-yili 13-aprelda Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Oqqo'mish qishlog'ida oddiy dehqon oilasida tavallud topgan. 1953-yili hozirgi 26-sonli umumta'lim o'rta maktabi o'sha paytda Jidonov nomidagi umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-sinfga o'qishga qabul qilinadi va 1963-yili ushbu o'rta maktabni a'lo baholarga tamomlagan. 1964-yili Turkmaniston Respublikasi Charjov shahridagi Turkman davlat pedagogika institutining chet tillari fakultetiga o'qishga kiradi. 1968-yil institutni a'lo baholarga bitirib, ingliz tili o'qituvchisi mutaxassisligiga ega bo'ladi. 1968-yili sentyabr oyida To'rtko'l tuman Oqqo'mish qishlog'idagi o'zi o'qigan Jidonov nomidagi umumiy o'rta ta'lim maktabida o'z ish faoliyatini boshlaydi. Maktabda endi ish boshlagan yosh pedagog Ashirmatov To'ravoy Do'smatovich tajribali keksa ustozlardan Karayev Bayrammat, Akimniyazov Ibodulla, Begliyev Xolmurod, Orozov To'raboy, Avezov Nurmurod, Jumoshev Mahmudjon, Nuriyev Otaboy, Begliyev Niyozmurod, Allobergenov Yoqubboy kabi ustozlardan o'qitish va tarbiya berish sir asrorlarini o'rganadi. Mashaqqatli lekin sharafli kasb sohibi Ashirmatov To'ravoy Do'smatovich o'zining ish faoliyati davomida o'quvchilardan bir nechtasi tuman, respublika olimpiadalarida faxriy o'rinlarni egallab keladi. Hozirgi kunda ustozning tarbiya bergan shogirdlari vatanimizning barcha joylarida har xil kasblarda faoliyat olib bormoqdalar. Ustoz Ashirmatov To'ravoy Do'smatovich xalqimizning farzandlariga, ya'ni o'quvchilarga ingliz tili darsidan saboq berish bilan birgalikda bosqichma-bosqich, ketma-ketlikda bir necha sinflarga sinf rahbari bo'lib, ularni mustaqil hayotga tayyorlashda juda ham katta hissalarni qo'shganlar. Ustoz To'ravoy Do'smatovich 1966-yilda Oqqo'mish qishlog'ining Begliyevlar sulolasining pedagoglar oilasining farzandi bo'lgan Halima Ashirmatova bilan turmush qurib, bugungi kunda 4 ta o'g'il, 5 ta qizning ota-onasi, 22 ta nevara, 16 ta chevaraning suyukli buvasi va buvisidir. Faxriy ustozimiz Ashirmatov To'ravoy Do'smatovich chin ma'noda havas qiladigan ajoyib insondir. Sababi ustoz 1968-yildan buyon, ya'ni qariyb 58 yil bo'libdiki, 26-sonli umumta'lim o'rta maktabida pedagog bo'lib ishlab kelmoqda. Eng quvonarlisi, yaqinda yurtboshimizning yaratgan imkoniyatlardan foydalanib, haj safarlarga borib, Allohning uyini ziyorat qilib, Hoji bobo degan nomga sazovor bo'ldilar. Ta'lim sohasining fidoyisi, o'z ishining mohir ustasi, mashaqqatli
va sharafli kasb sohibi faxriy ustozimiz Ashirmatov To'ravoy Do'smatovichni bugungi 80 yillik tavallud yubileylari bilan To'rtko'l tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi xodimlari hamda O'zbekiston ta'lim va fan xodimlar kasaba uyushmasi To'rtko'l tuman bo'linmasi nomidan va barcha kasbdoshlari hamda shogirdlari, o'quvchilar nomlaridan chin yurakdan samimiy muborakbod qilamiz. Ustozga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilasida tinchlik, xotirjamlik tilagan holda 90 yillik, 100 yillik yubileylarda ham uchrashmoq nasib qilsin deb qolamiz.